Diqqat qiling, O'zbekistonda bahorning birinchi oyi, mart oyida kutilayotgan 1 oylik ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Mamlakatimizda yana qor va yomg'irlar mart oyida ham yog'adimi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sahnada sodir bo'layotgan so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Bu yil mart oyida qanday ob-havo bo'ladi? Gidrometeorologiya markazi bu haqida ma'lumot berdi. Mart oyi boshida ob-havo bahoriy ammo beqaror bo'lishi kutilmoqda. Bahorning birinchi kunlarida ko'pgina viloyatlarda havo harorati 12-17 daraja iliq bo'ladi, ammo quruq bo'ladi. 2-martda O'zbekiston hududiga janubiy g'arbdan nam havo massalari kirib kelishi boshlanadi. Respublika bo'ylab yomg'irlar yog'adi. Tog'li hududlarda yomg'ir va qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik kuzatiladi. Keyinchalik oyning birinchi 10 kunligining oxirigacha yog'ingarchilik davri bo'lib, tekislik hududlarda tanaffus bilan yomg'ir yog'adi. Tog'li hududlarda yomg'ir qorga aylanadi. Bu davrda havo harorati 10-15 daraja iliq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Bu iqlim me'yorlariga mos emas. Ayrim hududlarda 6-9 darajagacha pastlashi mumkin. Mart oyining 2 va 3-10 kunliklarida harorat kechalari 3-8 daraja iliqdan 8-13 daraja iliqqacha, kunduz kunlari 12-17 daraja issiqdan 23-28 daraja issiqqacha o'zgarib turishi kutilmoqda. Harorat pastlashi davri qisqa bo'lishi, issiq davri esa davomiy bo'lishi kutilmoqda, deyilgan xabarda. Aziz do'stlar, xabarlarimiz keng tarqalib, barcha O'zbekiston fuqarolariga e'tiborishligi uchun albatta like tugmachasini bosib qo'ying. Ushbu xabarni mart oyida qanday ob-havo bo'lishiga qiziqib yurgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.